Boladagi qobiliyatni yo'q qiluvchi narsalar. Birinchisi, yuzga urish. Miyadagi 300-400 hujayrani o'ldiradi. Boshni silash esa miyada yangi hujayralar paydo qiladi. Ikkinchisi, elektron o'yinlar. Haddan ortiq elektron o'yinlar o'ynash miyaga qon quyilishiga, miya hujayralarining barvaqt halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, onaning farzandi oldida haqoratlanishi bolani qo'rqoq, tortinchoq qilib qo'yadi. Sog'lom fikrlashdan to'xtatadi. Chunki so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, ayniqsa o'g'il bolalarga qobiliyat onasi tomonidan o'tishi isbotlangan. To'rtinchisi, bolaning fikrlari ustidan kulish, u taqdim qilgan ishlarni taqdirlamaslik natijasida undagi motivatsiya pasayib ketadi. Beshinchisi, bola bilan suhbat eshigining yopiqligi. Bu undagi so'z boyligi yaxshi shakllanmasligiga sabab bo'ladi. Bolaning gapiga ahamiyat bermaslik, uni jim turishga buyish boladagi ishonch yo'qolishiga sabab bo'ladi. Oltinchisi, bola dastlabki yozuvga o'rgatish jarayonida kichikroq yozishga majburlash. Katta yozuv o'ziga ishonchlilik va erkinlik belgisi hisoblanadi. Buning aksi esa ishonchsizlik belgisidir.